Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet O'zbekistonda 12, 13, 14 va 15 iyun kunlari kutilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Darhol xabardor bo'ling. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va rasmiy xabarlardan faqatgina birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, ushbu videorolik ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. Barchangizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr/sekundgacha, 13-14 iyun kunlari ba'zi joylarda ba'zida 20-22 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 12-13 iyun kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. 14-15 iyun kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 13-14 iyun kunlari ayrim joylarda 13-18 metr/sekundgacha, ba'zi joylarda ba'zida 20-22 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 12-13 iyun kunlari 18-23 daraja, 14-15 iyun kunlari 20-25 daraja, kunduzi 34-39 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 12-13 iyun kunlari kechasi 19-24 daraja, kunduzi 34-39 daraja. 14-15 iyun kunlari kechasi 20-25 daraja, kunduzi 35-40 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 12-13 iyun kunlari 30-35 daraja, 14-15 iyun kunlari 32-37 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq paytida 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 12-13 iyun kunlari 12-17 daraja, 14-15 iyun kunlari 15-20 daraja, kunduzi 12 iyun kuni 22-27 daraja, 13-15 iyun kunlari 25-30 daraja bo'ladi, deyiladi xabarda. Aziz tomoshabinlar, kanalimiz tezroq rivojlanishi uchun iltimos videorolik ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling.